Yig'lab o'tiribsan. Menga foydasi tekkan, nima yig'lab o'tirsam, Shahimdan salom alaykum, yaxshi bo'lgan. Siyosiy mashinalar usti menga bir marta foydang tegdimi menga? Foydang tegdi. Yig'layman deyishganimdan keyin. Senga o'sha donatorlardan olib bergan pullardan bergan bicha. Menga $1 ham bermagan. Yolg'on gapirma. Hozir ustingdan yozib beraman mana shu turgan joyimda. Ha, yoz beru. Qanday senga yordamim tegmasam sen? Qara, menga bir yaqinda menga bir 200 ga padar ko'rib berdi. Men aytganim nima deyapman? Mana so'z isboti. Mana so'z isboti. U padarkasini olib senga urib berdi. U bratan bechara u bilan gaplashmasdi u mahal. U mahal u bilan gaplashmasdi. O'tgan ancha 3-4 oy oldi yangi yildan. Dekabr oylari. Guli, mayli o'zini ishi, lekin dastlabki bo'lib qoladi. O'zing bilaver, dastlabki bo'lib qoladi. Qirg'izistongacha o'tyapti ro'di. Dastlabki bo'lib qoladi. Oxir bahay bo'ldi. Endi nima Aziz, men bir ikkitalarini ham bilaman Aziz. Buniki oshkora bo'lib ketdi, Aziz. Boshqalarini ham bilaman borib kelyapti turgan. Kim borib kelyapti? TikTokda boshqa hech kim borib kelmaydi. Kim borib keladi? Hayotda bormaydi. Sen borasanmi emasam? Sen ham boryapsan birontasiga. Men Farg'onadan bir yoqqa chiqqan xotin emasman. Ha, Didiya boryaptimi emasam? Ha, borsa ofat borib chiqtirib kelyapti Turkiyada. Tamommi? Nima kim boryapti boshqa? Qorami, bu yerda gap gapirib bo'lmaydi. Bu dushchi to'la giryaz bu qo'yganmisan. Nima deyapsan? Yo'q, kim borib kelyapti? Aytmana, kim borib kelyapti? Kim? Hech kim. Sen o'zing ham hozir ketibsan, Aziz. Nima o'zing ham oldirib olibsan o'zing? Men dieta qilyapman, roza tutyapman, zalga chiqyapman, ves tashlayapman. Ani ko'yliklarim kecha anu qizni oldiga bordim, suv oqib ketdi ko'rib. Quv yuribdi. Haligi zo'rtova deydi. Lidon. Nima uchun sen bording? Intervyu berdingmi? Yo'q, prosta endi menga kelgan ekan, Farg'onaga kelgan ekan. Endi kelmaysizmi deb bir borib ko'rdim biz endi. Farg'onada turib endi bir qator o'y deb qo'ymasak. Ha, bir intervyu berishing kerakda, chiqasding zo'rtevadan. Ay yo'q, men nima qilaman? Men mana shu yerda men bratanlarga intervyu bersam bo'ldi. Nima qilaman men o'rtabasida? Men jurori men. Bu ko'chaga chiqmaydi, kunduzi bilan uxlaydi bu ham. Kechasi. Amlarga o'xshab hayotda ko'rgansiz. Shunaqangi oppoq. Ayol kishi ham bunaqa. Bilaman buni, gaplar ko'rishganman. Bosh xarakteri ham boshqa odam buni inson hayotda. Boz bir parti tashlaylik. Yaxshi. Nurbek qop-qora effekt qo'yib oladi, oppoq bo'lib. Ha, bu oppoq.